Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun Buxoro viloyati Vobkent tumanida konteyner mahsulotlaridan to'g'risini yetkazib tugatdik. Shukr, tunukalarni yopish qoldi. Ko'rishinglar mumkin. Uchta yurashga. Ikkita dimaxo'r bu tarafga. Loy bosishga tayyor holatga keltirildi. Xudo xolasa bemalol lom bosqisa bo'ladi. Firmalarning orasi 90 cm dan qo'yilgan. Uyda o'zi eni ichkari holati 5x20 lik uchun 90 cm ga qo'ydik. O'ylanmasdan loy bosish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik, mustahkam chiqish uchun. Xudo xohlasa yaxshi turadi degan umiddamiz akalar. Rekalilarning orasi 50 cm dan mumkin. Bemalol telefon qilishlari ham mumkin. Bezposredniy o'zimiz ustamiz, O'zbekiston bo'ylab bu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Narxlari keladigan bo'lsa, narxlar 130 ming so'mdan boshlanadi. 130 ming so'mdan 200 ming uni yag'iga chiqib ketaveradi, joyiga qarab. Xudo xolasa tekis chiqish uchun ham qo'limizdan kelgan hamma ishni qilganmiz. Xudo xolasa egalariga ham yo'q degan umiddamiz. Egalari avvalo xursand. Qo'shishlar mumkin. Shunaqa gaplar akalar. Bemalol telefon qilinaveradi. O'zbekiston bo'ylab bu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Razmerlari keladigan bo'lsa 4x4 profil ishlatiladi, 7lik 8lik ishlatiladi. Aslida ikkita 8likni birlashtirsa 4x4 profil bo'ladi. Ishlarimiz Xudo xolasa tekizligiga, kачествосiga, mustahkamligiga Xudo xolasa javob beramiz. Taraflarni ko'rishlar tekis holatda. Figura Xudo xolasa u tarafni chiroyli qilib lampalarda chiroyli qilib figuralarni beradi. Uyda yana ham ochadi chiroyini. Bu tarafimiz kamera turgan. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz akalar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar akalar. Shu holatdagisi hozirgi holatda 180 ming so'm atrofida bo'lyapti akalar. 1 kvadrati loy bosish uchun tayyor holatda shunda. Kimgadir qimmat bo'lishi mumkin, kimgadir arzon bo'lishi mumkin. Temirni metriga ham gaplashaveramiz. Temirni 1 metrini 17 mingdan boshlab 22 ming, 23 minggacha joyiga olib borib, uстановка olib qatir berishimiz ham mumkin. U taraflama ham kelishilaveradi. Shunaqa akalar, loy bossa Xudo xolasa bemalol cho'tga ko'taradi 6-7 cm da Xudo xolasa. Sababni qildik degan umiddamiz. Sizlar ham like bosib qo'yinglar akalar. Nomerni qoldiraman. Bemalol 24 soat inshaalloh telefonimiz yonib bo'ladi. Telefon qilishingiz mumkin. Qaytarib o'taman, bezposredniy ustalar bilan akalar. Like bosish обязательно esdan chiqmasin.